Nima uchun operatsiya kuni operatsiyadan oldin suv ichish yoki ovqat yeyish mumkin emas? Agar siz ovqat yeydigan bo'lsangiz, operatsiyadan oldin yoki suv ichadigan bo'lsangiz, shu narkoz, ya'ni operatsiya boshlanganda organizmdagi yurakdan tashqari hamma muskullar расслабление holatiga, ya'ni bo'shashish holatiga keladi. Shunda narkozning o'rtasiga kelib turib, shu intubatsiya, ya'ni trubka qo'yadigan paytda oshqozondagi o'sha yegan ovqatlar qaytib kelib og'izga tushib, o'pka yo'llariga ketib asfiksiya berishi mumkin. Bu eng yomon, eng katta asoratlardan biri. Shuning uchun operatsiyadan oldin kategoriyasiz suv ichish mumkin emas. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bir kun oldin bemorlarimizga albatta klizma qilamiz. Sababi shu narkoz paytida shu yo'g'on ichak muskullari bo'shashganda, ya'ni расслабление holatiga kelganda, uning ichida axlat bo'lishi kerak emas yo'g'on ichida. Agar axlat bo'ladigan bo'lsa, hammasi tashqariga chiqib ketishi mumkin va bu hollarda operatsiya atmen bo'ladi. Shuning uchun doktor sizga tushuntiradi yoki albatta doktor soat nechigacha suv ichishim yoki ovqat yeyishim mumkin deb so'rab oling.